Assalomu alaykum vatandoshlar. Rossiya shahriga ketmoqchimisiz? Endi bizda haftada 4 kun. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlarida Toshkent, Moskva, Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, Kazan, Toshkent, Penza, Rizan, Samara yo'nalishlarimiz o'ta ko'p azizlar. Bemalol Rossiyaning istalgan shaharga, istalgan lokatsiyasiga bemalol biz bilan qulayliklarda ketishlar mumkin. Orqamda oq bayrog'imiz 51 ta odam oladi, oshcha odam olinmaydi. Pamesdan bilet orqali qonuniy avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar, bemalol mana ekranda nomerlar yozib o'tganmiz, aloqaga chiqaverasizlar. Azizlar, 51 ta o'rindiqli oshcha odam olinmaydi. Zaryadchi ustroystvolarimiz bor, issiq sovuq suv kullelarimiz bor, zaruratxonalarimiz bor. GPS onlayn kameralarimiz nazorat ostida ishlayapti azizlar. Zaryadchi ustroystvolarimiz hamma sizinaning orqasida bor. Bemalol ketishlar mumkin. Sizinalarimiz 30% orqaga, 30% bu yoqqa chiqadi. Bemalol komfort his etishlar mumkin azizlar. Haftada 4 kun aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol Toshkent shahar avtovokzallarimiz Abu Sahiyda oldida, masjidimiz yonidan kirganda bemalol aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.